Assalomu alaykum hurmatli kuzatuvchilar. Sizlar bilan birgalikda biz Toshkent Hospital YouTube kanali. Bugungi bizning mehmonimiz kardiologlar. Iltimos o'zingizni tanishtirib o'tsangiz. Alimov Alimardon Xoldarovich, kardiologman. 12 yillik kardiolog tajribasiga egaman. Hozirda Toshkent Hospital klinikasida kardiolog shifokor sifatida ish faoliyatimni olib boryapman. Birinchi beradigan savolim shundan iboratki, yurak xastaliklariga olib keladigan qanday zararli odatlar bor? Shularni aytib bersangiz. Jahon Sog'liqni saqlash tashkilotining ma'lumotiga ko'ra, bugungi kunda kasallanishlar sonini taxminan 60-65% gachasini yurak qon tomir kasalliklari egallab turibdi. Bu eng ko'p uchraydigan kasalliklar. Kundalik faoliyatimiz, turmush tarzimiz, kasbimizdan kelib chiqib juda ko'p zararli odatlar yurak kasalliklariga olib kelishi mumkin. Qaysilari eng ko'p uchraydigan? Eng ko'p uchraydigani vaqtida dam olmaslik. Uyquni o'z vaqtida va yetarlicha uyqu bo'lmasligi. Bu nimaga olib keladi? Stressga, qonda adrenalin miqdorining oshishiga, yurak tez urishiga, qon bosimining ko'tarilishiga olib kelishi mumkin. Kasbidan kelib chiqib, ko'pincha uyga kelganda ham to'g'ri ovqatlanish tashkil qilmasdan har xil fast foodlar yeyish, tez tayyor bo'ladigan mahsulotlarni sotib olib iste'mol qilishi, yog'li, xamirli ovqatlar. Bular insonni semirishiga, qon tomiridagi ateroskleroz jarayonining kuchayishiga va yurakdagi qon aylanishini buzilishiga va qon tomirlaridagi ateroskleroz jarayonining ko'payishi bu o'z navbatida gipertoniya kasalligi, yurak ishemik kasalligi, bosh miya ishemiyasi, qo'shimcha kasalliklarni keltirib chiqaradi va spirtli ichimliklarni iste'mol qilish. Muntazam ravishda spirtli ichimliklar ichib yurish. Spirtli ichimliklar iste'mol qilib yurgan insonlarda yurak qon tomir kasalliklari spirtli ichimliklar iste'mol qilmaydigan insonlarga nisbatan taxminan 3 barobar, 4 barobar ko'pni tashkil qiladi. Sigaret chekish yoki nikotin mahsulotlari, masalan, nosvoy chekishdi, sigareta chekishdi. Bu moddalar ham o'z navbatida qon tomirlarida aterosklerotik jarayonni kuchaytirgani uchun yurak ishemik kasalligini, har xil aritmiyalarni, gipertoniya kasalliklarini keltirib chiqazadi va chekmaydigan insonlarga nisbatan o'rtacha 2,5-3 barobar ko'proq yurak qon tomir kasalliklari uchrashi kuzatilgan. Stresslar o'z navbatida organizmda adrenalin ajralishini ko'paytirganligi sababli yurakni urishini tezlashtiradi, qon tomirlarini toraytiradi, qon bosimini ko'tarilishiga va yurak ishemik kasalliklariga sababchi bo'lishi mumkin. Kam harakatlik hozirgi kunda eng ko'p uchrayotgan sabablardan bittasi bu kasb kasalliklari sifatida ham baholashimiz mumkin. Muntazam o'tirib xizmat qiladiganlar, ko'p soha vakillari kam harakat. Kam harakatlikning o'zi qon aylanishni buzilishiga, ortiqcha vazn to'plashiga va qon bosimi ko'tarilib, yurak kasalliklariga sababchi bo'lishi mumkin. Bergan javobingiz uchun kattakon rahmat. Bizlarga hammasi tushunarli bo'ldi. Keyingi beradigan savolim esa, yuragim bilan hech qanday kasallik yo'q deb o'ylaydigan odamlar qanday xato qilishadi? Odatda yuragim bilan kasalligim yo'q deb yurgan insonlarda endi buni xatolik deb bo'lmaydi. Baribir 40 yoshdan oshgandan keyin, umuman o'zi 35-40 yoshdan keyin dunyo statistikasida ham yurak ishemik kasalligi, yurak bilan bog'liq muammolar, yashirin kechayotgan yurak bilan bog'liq muammolar, aritmik kasalliklari, ishemik kasalliklari, yashirin kechayotgan muammolar bo'ladigan bo'lsa, bilmay jarayon kuchayishiga olib kelishi mumkin. Shu sababli hech qanaqa bezovtalik kuzatilmaganda ham eng kamida bir yilda bir marta kardiogramma tekshiruvidan o'tib, qonni quyuq suyuqligini tekshirib va o'sha tibbiy ko'rikdan o'tganda yurakni tekshiradigan bo'lsa, to'g'ri qaror bo'ladi. Bu uni kasallik balkim bezovta qilmayotgandir. Balkim yashirin kechayotgan davri bordir kasalligi bo'yicha. Shu bosqichda baholash uchun baribir tibbiy ko'rikdan o'tganda, yilda bir marta tibbiy ko'rikdan o'tganda kardiogramma, qonni quyuq suyuqligi umumiy tibbiy ko'rikdan o'tib turishi zarur bo'ladi va kasal emasligi to'g'risida ham o'zi informatsiya oladi. Yurak kasalligi avloddan avlodga o'tishi mumkinmi? Yurak kasalliklarini ko'p qismi avloddan avlodga to'g'ri gen orqali o'tadi. Bu holat qanaqa? Masalan, yurak ishemik kasalligi, gipertoniya kasalligi, paroklar, avloddan avlodga o'tayotgan kasalliklari har doim ham yuzaga chiqavermaydi.
Masalan, bitta inson bo'ladigan bo'lsa, bittasi sog'lom ota-onadan tug'ilgan va ikkinchisi o'sha ota-onasida yoki avlodida yurak bilan bog'liq muammosi bor inson. Qanaqadir stress holatlari yuzaga kelganda yoki yuklamalar bo'lib, o'sha hayotidagi muammolarga duchor bo'lganda, nasliy moyilligi bor inson yurak muammolari bilan kasallanib, shakllanish ehtimolligi ko'proq sog'lom insonga nisbatan. Endi bundan tashqari baribir o'sha tashqi omillar, bu yurak kasalliklariga olib keluvchi tashqi omillar, hayot tarzi, sog'lom turmush tarziga, ovqatlanishiga, jismoniy faolligiga bog'liq joyi ko'p. Bergan javoblaringiz uchun kattakon rahmat. Yana tushunarli bo'ldi. Keyingi savolim esa yurak og'rimasdan ham xavf tug'ilishi mumkinmi? Ko'p yurak bezovta bo'lgan bemorlarimiz bezovtalik bo'lgandan keyin murojaat qiladi. Lekin ba'zi bemorlarimizni og'riqqa nisbatan sezuvchanligi pastroq yoki masalan qandli diabet bilan og'rigan bemorlarda og'riq reseptorlarining sezuvchanligi pasayib qolganligi yoki individual og'riqqa sezuvchanligi past bo'lgan bemorlarda og'riq hissiyoti bo'lmasligi mumkin. U bemorlarda baribir boshqa bezovtalik bilan bo'ladi. Kimdadir hansirash, kimdadir to'sh ortidagi bezovtalik, holsizlik, yurak sohasida tiqilish hissi, aynan og'riq bo'lmagan bilan boshqa bezovtaliklar bilan bemor bezovta bo'lishi mumkin. Shunaqa holatda shifokorga murojaat qilib, kerakli tekshiruvlardan, tibbiy ko'rikdan o'tish talab qilinadi. Og'riq sezgisidan tashqari ham masalan bemorlarda ritm buzilishlarini bilmasligi mumkin, tashlab urganligini, tez urganligini. Faqat hissiyot bo'ladi, ba'zida shu tez urib ketdi yoki yuragim sohasida bir narsa tiqilib turgandek. Yoki oldin bemalol yurardim, masalan 500 metr yoki 1 kilometr bemalol yurardim. Hozir yurish masofam qisqarib qoldi. Masalan 200 metr yuryapman, 100 metr yuryapman. 3-4 etajga bemalol chiqa olardim, qavatga bemalol chiqa olardim. Hozir 2-etajga chiqqanda to'xtab dam olyapman, harsillab qolyapman. O'pkam to'lib ketdi. To'xtab dam olishga majbur bo'lyapman. Yurish masofasini qisqarganligi, o'sha etajlardagi, qavatlardagi chiqish masofasini qisqarib qolganligi, oldin bemalol qila olgan jismoniy yuklamalarda cheklovlarda yuzaga kelganligi ham yurakka bog'liq bezovtaliklar bo'lishi mumkin. Bunday holatda kardiolog ko'rigi va tibbiy tekshiruvlar tavsiya qilinadi bemorga. Javoblaringiz juda ham qiziqarli va bizlarga foydali bo'lmoqda. Keyingi savolim esa kardiolog sifatida sizni eng ko'p tashvishga soladigan holat qaysi? Kardiolog shifokor sifatida eng ko'p tashvishga soladigan holat baribir rivojlanish bo'lgan sari odamlardagi o'sha ko'proq ish bilan shug'ullanib jismoniy faollik cheklanganligi, to'g'ri dam olmasligi, vaqtida dam olmasligi, aynan bu yerda spirtli ichimliklar yoki sigaret chekish bilan bog'liq emas. Ular endi butun televideniyada, hamma ijtimoiy tarmoqlarda bong urilyapti. Lekin inson o'zi bilmagan holda kam jismoniy harakatda, kam dam olayotganligi, vaqtida o'ziga yetarlicha dam ajrata olmayotganligi, qanaqadir yurak sohasidagi bezovtaliklar bo'lsa ham o'zini baholay olmayotganligi, ko'p insonlarimiz bemorlar bo'ladigan bo'lsa, vaqtida dorilarni ichmasligi, vaqtida tibbiy ko'riklardan o'tmasligi, sog'lom odamlarni o'sha yilda bir marta tibbiy ko'rikdan o'tmasligi bu bizni tashvishga soladi. Holbuki o'sha vaqtida tibbiy ko'rikdan o'tishi yoki bemor bo'lgan insonlar bo'ladigan bo'lsa, belgilangan dorilarni ichib, o'sha o'zini biriktirilgan vrachini nazoratida bo'lib, bezovtalik bo'ladigan bo'lsa, tez tibbiy yordam chaqirib, yordam olib, jarayon kuchayib, o'tkir holatlar ko'payib ketgandan keyin borib shifokorga murojaat qilishi eng ko'p tashvishli holat. Lekin vaqtida rejali tibbiy ko'rikdan o'tib, bezovta bo'lmasdan holatni baholab, o'sha mahalda to'g'ri davo tadbirlari qilinadigan bo'lsa, menimcha xalqimizni salomatligi uchun, sog'ligi uchun eng to'g'ri yo'l bo'ladi. Yurakni dorisiz mustahkamlash bu rost narsami yoki afsonami? Yurakni dorisiz mustahkamlash mumkinmi? Agar sog'lom odam bo'ladigan bo'lsa, to'g'ri kun tartibini joriy qilib, yurakni mustahkamlash mumkin. Agar yurak xastaligiga chalingan insonlar bo'lib, yurak bezovtaligi bilan bemorlarimiz bo'ladigan bo'lsa, dorisiz mustahkamlab bo'lmaydi.
Qanaqa mustahkam deymiz? Masalan, sog'lom odamda to'g'ri ovqatlanish. Avvalambor yog'li, xamirli, shirinlikka boy mahsulotlardan, qovurilgan mahsulotlardan qochish, ko'proq qaynatilgan salatlar, mevalar va o'sha kaloriyasi juda ko'p bo'lgan, hazmi qiyin bo'lgan mahsulotlarni cheklab, sabzavotlar, salatlarni, mevani, go'shtli mahsulotlarni va ko'proq qaynatilgan mahsulotlarni iste'mol qilish eng to'g'ri qaror. Bundan tashqari, kam harakatlikdan qochish uchun kamida 30-40 daqiqa, masalan, sportni qaysidir turi bilan shug'ullanish shart emas. Hatto jismoniy yurish mashqlari. Ortiqcha vazn bo'lgan insonlar bo'ladigan bo'lsa, ozish kerak. Zararli odati bor insonlar, sigaret chekadiganlar, sigaret to'xtatishlari, uyqu rejimi tartib bo'lmagan insonlarda vaqtida dam olishni to'g'ri yo'lga qo'yishi sog'lom odamlarda mustahkamligini oshirishga yordam beradi albatta. Lekin xasta bo'lgan bemorlar, yuragi xasta bo'lgan bemorlar, bular albatta o'sha kardiolog shifokor nazoratida kunlik tartibini ham joriy qilishi va unga qo'shimcha belgilangan tartibdagi dori-darmonlarni o'z vaqtida ichib rioya qilishi muhim. Nega ayrim odamlar yurak xurujidan keyin tez tiklanadi, ba'zilar esa yo'q? Yurak xurujidan keyin tez tiklanishi birinchidan organizmda, yurakda qo'shimcha kollateral qon tomirlarni rivojlanishi bilan bog'liq. Ba'zi insonlarda surunkali ishemik kasalliklar yillar davomida bezovta qilib turganligi sababli qo'shimcha tomirlar yaxshi rivojlangan bo'ladi va o'tkazilgan yurak xurujidan keyin o'sha qo'shimcha qon tomirlarni hisobiga bu bemorlarda tiklanishi ham uncha qiyin bo'lmaydi va jarayon tezroq tuzalishiga olib keladi. Ikkinchi tomoni, bu ko'pincha bemor yoshiga bog'liq bu holat. Yoshroq insonlarda qo'shimcha kollaterallar shakllanib ulgurmaganligi sababli bunday bemorlar yurak xurujini og'irroq va asoratli o'tkazadi. Yoshi katta bemorlarda yillar davomida shakllanib kelgan ishemik kasalliklari ularda qo'shimcha qon tomirlarida, kollateral qon tomirlarida shakllanishiga olib keladi va bu yurak xurujidan keyin og'ir asoratlarsiz o'tishini ta'minlab beradi. Va masalaning ikkinchi tarafi borki, yurak xurujini o'tkazgan bemorlarga to'g'ri tibbiy yordamni tashkillashtirishi, o'sha masalan og'ir holatida tibbiy yordam yetarlicha o'z vaqtida ko'rsatilgan, zamonaviy tibbiy metodlar bilan yordam berilgan bo'lsa, bu ham ahamiyatga ega. Masalan, o'tkir miokard infarkt yoki o'tkir koronar sindrom. Bunday holatda daqiqalar ham ahamiyatga ega. Bunday bemorlarda koronografiya amaliyoti o'tkazib, stent qo'yilib yoki yetarlicha o'sha ballonni dilatatsiya qilinib, torayib qolgan tomirda, zararlangan, infarkt chaqirgan tomirda ochib, qon aylanishini tiklaydigan bo'lsa, bunday holatlar eski tibbiyotimizda o'rtacha 6 oyda tiklanish tashkil qilgan bo'lsa, hozirgi zamonaviy tibbiyotda bu jarayonlar zamonaviy meditsinani ustunligini hisobiga o'rtacha 1 oydan 2 oygacha bo'lgan vaqtda tiklanishini ta'minlaydi. Va reabilitatsiya davrini tashkillashtirish, vrachchi nazoratida bo'lishi, dorilarni o'z vaqtida ichishi, vaqtida tibbiy ko'riklardan o'tib turishi ularni tez tiklanishi yoki jarayonni kuchayib, har xil asoratlar bilan kechishini ko'rsatishi mumkin. Alimardon aka, yurak to'g'risidagi savollarimizga to'liq va qiziqarli javob berganingiz uchun rahmat. Aziz obunachilar, bugungi intervyuim sizga yoqqan bo'lsa, kanalimizga obuna bo'lishni unutmang va savollaringizni kommentariyada yozib qoldiring.